ikkita kalima bor. Tilga yengil, tarozuga og'ir, Rahmonga Habib. O'zi ikkita kalimagina. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Bo'ldi. Zikrlarni hayron qolasizda. Rasululloh aytadilar, kim agar deydilar, subhanalloh deb bir marta aytsa, aytingchi shunaqa qilib, subhanalloh bir marta aytsa, tarozini yarmi bo'ladi degan ekanlar. Alhamdulillah desa to'lar ekan tarozi. Odamni savob tarozusiga yurakdan chiqarib 2 marta shuni aytsa yetar ekan to'lishiga. Alloh nimani xohlaydi? Alloh bandasini jannatga tushirmoqlaydi.